Bola G'afur G'ulomning o'smirlik davrining murakkab va jiddiy tomonlarini o'zida aks ettirgan kuchli dramatik asar hisoblanadi. Asar o'smirning ichki dunyosini, jamiyat va oiladagi munosabatlar o'rtasidagi keskin qarama-qarshiliklarni o'rganadi. Bosh qahramon Chumbola o'zining qiyin hayoti, do'stlari, oilasi va o'z-o'zini anglash jarayonida yuzaga keladigan tanlovlar bilan kurashadi. G'ulom o'zining o'quvchilariga o'smirlikda yuzaga keladigan hayotiy savollarni ochib beradi. Kim bo'lishni xohlaysiz? Yaxshi bo'lishni qanday anglash mumkin? Chumbola kabi qahramonlarning o'z-o'zini topish yo'lidagi izlanishlari har bir o'smir uchun muhim va ahamiyatli masalalarni ko'taradi. Keling tesh ekan. Ha, to'g'ri. Voyadan to'g'ri, xotirjam bo'ldim, eshaydan bo'ldim, imomdan bo'ldim, ishxonada bo'ldim, shunday ekan, sariya bo'ldim. Ya, har zamonda shu bexosdan yolg'on gapirib qo'yaman. Kichkina o'g'lingiz buni boyvachcha. Bosira qol. Qaniydi bir qiltim suv bo'lsa. Bor o'sha sulton sherigini oldiga, qorning to'yg'izadi.